toshlari, cheklarda yig'ilib ketgan toshlar, qurtlar, mayda. Qurt ham bormi? Mana qurtlar ham ko'rinib turadi. Bemorimiz o'zlariga ko'rinmasa ham mana biz nazorat qilib turamiz apparatda. Bitta muolajani o'zida bilinadi. Necha oy o'tib keldingiz? 2 oy. 2 oy o'tib keldilar opam. O'zligi xohlashib, birinchi safar kelganlarni ham 3 marta olganlar qizlari bilan kelib. Opa, nima muammolaringiz hal bo'ldi kelib olib ketganingizda? Ichim ancha yumshadi. Aha. Bir mahal kelsa, endi 2 mahal kelyapti ichim. Ichim dam bo'ldi-da, dam chiqib ketdi. Ichlari gazlanib yotardi opamni, juda qorin shishib yurardi, qorningiz. Ha, ishgani ancha qaytdi. Gazlar qaynab chiqyapti opa, ichingizdan. O'zingiz ham sezyapsiz-a, chiqdi. Apparat gaz tortgani bemorning o'ziga ham bilinadi. Bu muolajadan so'ng teringizda mayinlikni va o'zingizda yengillikni his qilasiz. Bundan tashqari, ovqat hazm qilish jarayoni faollashadi. Tanangizdagi shishlarni chiqib ketishiga va uyqungizni yaxshilanishiga yordam beradi. Mutaxassislarimiz tarafidan har 3 oyda olib turish tavsiya qilinadi.